Assalomu alaykum do'stlar. Yoshligimda rahmatli adamlar qarindoshlar do'stlar yig'ilganda shu sho'rvani juda ham ko'p tayyorlab berardilar. Sho'rvaga baqlajon solib pishirganlarida esa ko'pchilik hayratlanib turar edi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sho'rvani qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Kerakli ma'lumotlarni izohlarda yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib go'shtimizni iste'mol uchun qulay bo'lgan bo'laklarga bo'lib olamiz. So'ngra baqlajon, piyoz, bulg'or qalampiri, sabzi, pomidorni videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Qozonimizga yog' solib, yog'imiz qizigandan so'ng go'shtlarimizni ikki tomonini qizartirib qovurib olamiz. Mana shu kuni qarindoshlar yig'ilganda sho'rvaga mol va qo'y go'shtidan foydalaning. Agar uyingizda qon bosimi baland yuradigan insonlar bo'lsa, mol go'shtidan foydalanishingizni maslahat beraman. Go'shtni qovurib bo'lganimizdan so'ng kartoshkani ham ustini qizartirib qovurib, alohida idishga olib qo'yamiz. So'ngra qolgan yog'ida piyozni suvi chiqquncha qovurib, bulg'or qalampiri, sabzini solib 2-3 daqiqa qovuramiz. So'ngra to'g'ralgan pomidor, baqlajon va sarimsoqni solib, ziravorlardan tuz va kashnish qo'shib, taomimizni yaxshilab qovurib olamiz. So'ngra qovurib olgan go'shtlarimizni solib 2-3 daqiqa qovurganimizdan so'ng qozonimiz to'lguncha suv solamiz. 5-6 dona qalampirni solganimizdan so'ng sho'rvani 2 soatga past olovda qaynatib qo'yamiz. 2 soatdan so'ng qovurib olgan kartoshkalarimizni solib, sho'rvamizni yana 1 soatga qaynatib qo'yamiz. O'zingiz ko'rib turganingizdek, sho'rvada noodatiy hech qanday narsa yo'q. Shunchaki odamlar mehmon kutishni yaxshi ko'rganliklari va qarindoshlarni bir dasturxon atrofida yig'ganliklari va bu an'ana haligacha davom etib kelayotganligi uchun bu sho'rva bizga mazali bo'lib tuyulsa kerak. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, sizlar ham albatta shu sho'rvadan yaqinlaringiz uchun tayyorlab beringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.